Karditsepsli qahva. Kardiseps qo'shilgan yuqori sifatli kofe konsentrati oddiy qahva mos bo'lmagan odamlar uchun tavsiya etiladi. Vyetnamda ishlab chiqarilgan bu qahva inson tanasi uchun juda ham mos keladi. O'ziga o'xshash xushbo'y hidga ega va ta'mga ega. Har kuni ertalab 150 ml issiqroq suvga tayyorlab iste'mol qilsangiz bo'ladi. Tarkibida shakar, xolesterin, konservantlar va bo'yoqlar mavjud emas. Gipertoniya uchun maxsus qahva hisoblanadi. Tonusni oshiradi, charchoqni chiqaradi, metabolizmni va qon aylanishini yaxshilaydi, immunitetni ko'tarib beradi, antibakterial va antioksidant ta'sirga ega, yurak-qon tomir tizimidagi kasalliklar bilan og'rigan insonlarga ham to'g'ri keladi va davleniyasi borlarga ham to'g'ri keladi. Ayniqsa, buyraklari og'rigan bemorlarga juda qo'l keladi, chunki hech qanday arterial bosimni chiqarmaydi va buyraklarimizga nojo'ya ta'sirga ega emas. Aksincha, davolab beradi. Vitamin va minerallarga boy. Fitness egalariga, vegetarianlarga va qon bosimi yuqori bo'lgan insonlarga, sahrni diabetlarga esa ham juda ham ma'qul kofe, ya'ni kardi kofe deb nom olgan. Bu qahva butun dunyoda juda mashhur hisoblanadi.